morning guys, and today's is the first practice lesson, as you can see on the board. And today's topic is the drawing a linear calendar schedule for construction organization. And what is the topic in Uzbek language? Who knows? Today bu Uzbek tilida qurishda chiziqli kalendar grafik chizish degan mavzu. Ya'ni chiziqli kalendar grafikni qanaqa chizamiz? Bugungi darsimizda, in today's lesson, we will learn about it. Yes. And as you can see, there you can see what is a linear calendar scale. Yani chiziqli kalendar grafik nima deganini ma'lum ketdi. Definition and purpose. Asosiy maqsadi va vazifasini, ya'ni tushunchasini. What is a linear calendar schedule? A linear calendar schedule is a time-scale planning tool used in construction to display all project activities along a horizontal timeline, showing start dates, durations, and sequencing at a glance. Nima degani? Chiziqli kalendar grafik degani o'sha qurilishda bo'ladigan har bitta bosqichda, ya'ni boshlanish vaqtidan boshlab to o'sha yakunlanaman bo'yicha bo'lgan vaqtda nima qilish, o'shani bitta grafikda hammasini ko'rsatib berish. Qachon boshlanish kerak, ikkinchi bosqich kerak, qachon o'tiladi, uchinchi bosqich, qachon boshlanish kerak va hokazo. O'sha narsani biz nima deymiz? Calendar, linear calendar schedule deb bo'ladi. Endi unlike complex network diagrams, the linear calendar schedule gives every stakeholder, from project manager to site foreman, a immediately readable picture of the entire construction program from mobilization to handover. What we can understand from these sentences? Nima tushunish mumkin? Endi bu yerda asosiy mas'aliyati maqsadini aytyapti, nimaga ishlatyapti. Bu har bitta stakeholder degani qurishda, o'sha qurish jarayonida qatnashadigan tashkilotlar yoki shaxslar, yuridik shaxslar. O'shalar hammasini xabardor qilib turadigan, ya'ni o'shalar qaysi bosqichda qatnashish kerak, ular vazifasini hammasini deyarli ko'rsatadi. O'sha linear calendar schedule ichida. O'sha haqida gapirayapti. Entire construction programni hammasini ko'rsatib beradi. Example. That's the example which is made in another country. Bu bir haftada misol uchun ketadigan o'sha qurilishda kalendar grafikini ko'rsatadi. As you can see. On the above, the picture, here you can see W1, W2, 3, 4, yes? The week, haftada, birinchi haftada nima bo'ladi misol uchun? Sariq bilan ko'rsatilgan plans and contracts. Yani, in the first week, we have to plan, we have a plan, and like make a deal, contract with contractors, right? Yani, birinchi haftada nima bo'ladi? Rejasi ishlab chiqiladi va contract, ya'ni shartnomalar tuziladi. Qaysi tashkilot bilan misol uchun qurishga kim qurib beradi, kim loyihasini qurib beradi? Shuni misol uchun. Ikkinchisi side work, ya'ni shu joy o'zida qilinadigan ishlar, tayyorgarlik ishlari amalga oshirilishi. O'sha bosqich qancha vaqt ketadi? Misol uchun weekda boshlashda 3 kun. Bu bitta example, real nimasini ham ko'ramiz. Why we use a linear calendar schedule? Biz nimaga bu kalendar, ya'ni chiziqli kalendar grafikni qo'llaymiz? Ko'ramiz. What do you think, for example? Why do we need this calendar schedule? Nimaga kerak bo'ladi? We have an idea. So, what do you think, Salman? Why? The first one is like time visibility. Yes, you can see on the monitor. Second one, what is it? You can see why. Stakeholder communication. Yes, that's the second reason. Any stakeholder degani bo'layotganda
unda communication degani bilamizmi? Birgalikda bog'lanish. Shunaqa qilishlar grafikki, bu yerda hammasiga har bir qurish tashkilotga kerak bo'ladigan ma'lumotlar mavjud. Loyiha uchun ham kerak bo'ladigan, barchasi uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlar you can see. And the third reason is the resource coordination report. Yes? And the last one is progress monitoring. We have four purposes why we use this linear calendar schedule. Step by step drawing the schedule. Yani linear calendar schedule ve kanatlı ketmektedir. Step by step we can draw. The first one, we have to find the information and we have to collect them. The define scope, estimate durations. Duration degani bir vaqt muddati. Misol uchun, ko'prik qo'llanadigan bo'lsa, for example, foundation uchun qancha vaqt ketadi? Bu narsa hisoblab chiqiladi. Ya'ni o'shani estimate degan hisoblab chiqish, estimate duration. Uchun hisoblab chiqish kerak. Ma'lumotlar. Layout time. Mana buni vaqtga bog'laymiz. Misol uchun, martda 25-dan boshlangan bo'lsa, 30-gacha tugatilishi kerak. Foundations. Yani draw bars, milestones. Line, çizgiler yollarında grafik bozukluğuna key elements of the calendar schedule. Activity bars, critical tasks, low progress, and baseline. You can see. Horizontal bars represent each construction activity. Bar length equals duration. Position on the time axis shows start and finish dates. And you show after the action başlangıç ve finish vaqtlar ko'rsatadi. Position of the time. And color coding by trade phase improves readability. Yani color coding degani siz har bir bosqichda har xil ranglar bilan beriladi. Boshida ko'p bo'ladi. Ranglar bilan har bitta bosqichda tezlarga bosqichlar bo'lib chiqadi. Bunday framing bosqichi, undan keyin misol uchun plumbing and electrical. Endi bu bino ishlatish uchun. Urban construction. Ko'p elektr qismlar uchun misol uchun mana yashil rang beriladi, ko'rsatiladi. Look at this screen. And now we will learn how to draw a linear calendar schedule. Bundan oldin nimaligini hozir yana ko'rib linear scheduling. Linear scheduling is a graphical technique that is concerned with movement of resources through locations on production tasks. In the you can see these graphical techniques were used as a construction management system as early as 1929 on innovative projects such as the Empire State Building. Bu eng dastlab 1929-yilda noqilingan Empire State Building degani bor in New York, right? O'shani qurish jarayonida shunaqa linear calendar schedule'dan foydalangan shu paytlarda. And it was further developed by the Goodyear company in the 1940s and expanded by the US Navy in the 1950s. Va undan keyin noqilingan Goodyear company degan o'sha kompaniya tomonidan yana developed, takomillashtirildi. 1940-yillar. And then US Navy degan o'sha Amerikan dengiz nimasi deymi? Qurol kuchlari shu zamondan yana kengaytirildi. Demak, time location axis in a linear schedule. Vaqt va joy. Buni ikkalasini biriktiruvchi va boshlanish, ko'rsatish. Misol uchun 2009-yil. On the above, we have to write the year. Yani yılını yaz koyuşumuz gerekiyor. Ondan keyin January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Degan bir oylar ketdi. Ko'rdingizmi? Va bu yerda qilinadigan ishlar. Yani 7th, the 6th and so on. Shuni ko'rsatilgan. O'shani ikkalasini bog'lashni grafika qilish kerak aslida.
Sonuçta bu tunnel kuruluşları yani giderken gel. Boyatganimizda location bilan vaqtni, time'ni bir-biriga bog'lab ko'rsatish. Endi tunnelda ham sekin-astalik bilan bosib ketiladi yoki qurib ketiladi. Masofaga qarab turib 0 plus 500. Misol uchun 0 dan 500 metrgacha bo'lgan etiket qiyos qilib. O'sha masofada qurilish jarayoni vaqtga nisbatan. Misol uchun bu yerda ham aniq sana bo'ladi. Constructionda, ya'ni qurilishda. Misol uchun yanvar oxirigacha 2 kilometr yo'l yoki tunnel qurilib bo'lishi kerak degan bir shart qo'yiladi va u loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqiladi. Vaqti belgilanadi. Tushunarli? Va shunaqa line, ya'ni chiziq bilan grafik chiziladi. And here you can see another picture. Types of activities in a linear scale. Here the change in production, time scale. Vaqt va bo'laga ketgan masofa. Ya qarab turib mana o'zgaradi. Crew 1 and crew 2. Endi ishchilar ham o'zgarib turadi. Misol uchun oddiy ko'prikda bo'lsa ham tayyorgarlik ishlarini amalga oshiradigan ishchi guruh отдельный bo'lishi mumkin. Ustidagi o'sha asabiyatni yotqizadigan guruh отдельный bo'lishi mumkin. Misol uchun kimdir qilgan ishni bu guruh unga moslashmagan bo'lishi mumkin. Misol uchun shunaqa, ya'ni crewlarga ajratilgan ishchi guruhlarga. Va ular bir-biridan bog'liq bo'lmagan ravishda ishlaydi. This one, year 1 and year 2. Birinchi yili, ikkinchi yili mana grafik ketgan. Framing and interior. Bu ya'ni misol uchun bino inshootlar misolda ketgan. Ya'ni framing o'sha umumiy o'sha konstruksiyani ko'tarib olish. Grafiki bu ichini nima qilish va interior degani tashqi dizaynlar va interior degani ichki dizaynni ishlab chiqish bo'yicha grafik hosil qilingan. Bu misol sifatida. Tushunarli? Bundan tashqari planned and actual for town activities misol uchun. Delay due to ground conditions, delay due to late permit. Ayrim vaqtlarda qurilishlar nima bo'ladi? Kechikishlar bo'lishi mumkin. Kutilmagan hodisalar bo'ladi. Ko'proq ko'ryapsizlar, ana bir suv toshqini bo'lib ketib, o'sha yerda ana bir avariya vaziyatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni delay bo'ladi, kechikish bo'ladi. Misol uchun birinchisi ta'kidlayapsiz, delay due to late permit degani ruxsat berishni kechiktirish. Qurishni boshlashga ruxsat berish kechiktirib qo'yish ham mumkin. Misol uchun ayrim so'zlarga ana bir kutilmagan narsa bo'ldi, to'xtatib qo'yasiz. Yo'l qo'yapsizda, yomg'ir yog'adi yoki qor yog'ib ketdi, bularni kechiktiriladi. Shunaqa joylarni hisobga olinadi bunday grafikda. And delay due to ground conditions degani yer ishlaridagi yer condition bu holat. Yerda holatga qarab kechiktirish ishlari bo'lishi mumkin. Xuddi shunday boyagidek mana planet degan reja qilingan actual hozirgi ya'ni real vaziyatdagi delay kechiktirishlar. Qizil chiziq bilan ko'rsatilgan. Ya'ni aytmoqchimizki har doim planet bo'yicha reja bo'yicha ketmaydi ishlar. Kechiktirishlar bo'ladi va u ham hisobga olinadi.